Abdulaziz aka, Labbay. nega odamlar boshqa do'kon turganda aynan Power Gymdan kelib trenajyor xarid qilish kerak? Birinchi sababi bizda deyarli hamma ehtiyojiga mos keladigan trenajyorlarni topishingiz mumkin. Dom, hovli, ofis va hokazo. Bundan tashqari, qaysi trenajyor qanaqa sharoitga mos tushishini yaxshi bilamiz. Shuning uchun mijozlarga ham qanaqa trenajyor xarid qilish kerak yoki xarid qilmasligini tavsiya qila olamiz. Afsuski, hamma do'konlarda ham to'g'ri tanlov bo'yicha yordam beradigan sotuvchilar topilmaydi. Aka, bu bego'ylarni qaysi birini maslahat berasiz menga? Aka, o'g'ni hammasi cho'tki sifati zo'r. Ikkinchi sababi mijoz trenajyorimizni xarid qilish yoki qilmasligini farqi yo'q. Bemalol do'konimizga kelib, foydalanib ko'rib, xarid qilisha oladi. Va ishonch bilan ayta olamanki, bunaqa imkoniyat hamma trenajyor do'konida ham yo'q. Aka, men qimmat texnika sotaman. Nijeli foydalanib ko'rish imkoni yo'q. Bo'pti aka, vahma qilma, imkoniyati bor, faqat aniq sota olasizmi-kin? Va eng muhimi, dastavka bilan birga servis xizmatimiz ham bor. Mahsulotlarimizni O'zbekiston bo'ylab o'zimizning xodimlarimiz yetkazib o'rnatib berishadi. Garantiyani bo'lsa, hamma trenajyorlarimizga 1 yil, bego'ylarimizning motoriga alohida 3 yil kafolat beramiz. Agar sizda kompaniyamizga nisbatan meni aldab ketishmasmikin degan xavotirlaringiz yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ish vaqtimiz soat 9 dan kechki 7 gacha. Shu vaqt oralig'ida bemalol showroomimizga kelib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olib ketishingiz mumkin yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasiz. Power Gym sifatli trenajyorlar brendi.